Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Mening ismim Fazliddin. Hozirda Germaniyada yashayman va ishlayman. Bu kanal orqali sizlarga Germaniyani qanday ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Internetda juda ko'p Germaniya haqida xabarlar bor. Kimdir Germaniyani yaxshi tomonlarini bo'rttirib gapirishga harakat qiladi, kimdir esa qiyinchiliklarini. Men esa sizlarga Germaniya qanday bo'lsa, borini shundayligicha ko'rsatishga harakat qilaman. Kanalda hech qanday bo'rttirish yoki yolg'on ma'lumot bo'lmaydi. Men o'zim Germaniyada boshdan kechirayotgan voqealarni, ish tajribamni va hayotiy kunlik hayotimni sizlar bilan bo'lishib boraman. Hamda ko'pchilik mendan so'raydi, Germaniyada ish topish osonmi? Nemis tilini bilmasdan ham ishlasa bo'ladimi? Oylik maoshlar qancha? Uy ijarasi qancha turadi? Oziq-ovqat, yashash uchun qancha xarajat ketadi? Va barcha mana shu xarajatlardan so'ng qo'lda qancha pul qoladi deb so'raydi. Va shu kabi savollarga men sizlarga videolar orqali javob berishga harakat qilaman. Men oddiy insonman, millioner ham emasman yoki mashhur bloger ham emasman. Shunchaki siz kabi oddiy insonman va o'z orzularini yo'lida harakat qilayotgan oddiy odamman. Bu kanalda videolar orqali sizlarga Germaniyadagi hayotni, faqat ish jarayonlarini emas, faqat ish haqida emas, balki bu yerdagi shaharlarni, supermarketlarni, narx-navolarni va transport tizimini hamda kundalik hayotda sodir bo'ladigan qiziqarli voqealarni bo'lishib boraman. Videolarda ba'zan bir kunim qanday o'tishini, ishga ketayotgan yo'limni, supermarketlarda savdo qilishimni va yoki hujjatlar bo'yicha o'zim duch kelgan qiyinchiliklarni yoki rasmiyatchiliklarni sizlar bilan bo'lishib boraman. Agar Germaniyada yashashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki bu yerga immigratsiya qilib bu yerda ishlashni va mehnat faoliyatini davom ettirishni xohlayotgan bo'lsangiz yoki Germaniya shunchaki sizni qiziqtirsa, unda bu kanal siz uchun va bu kanaldagi axborotlar yoki informatsiyalar sizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Men hamon o'rganishda davom etyapman. Har kuni yangi narsalarni, yangi bilimlarni o'rganaman va Germaniyadagi faqat muvaffaqiyatlarimni emas, balki bu yerda duch kelayotgan qiyinchiliklarimni ham sizlarga yashirmay aytaman. Shu sababdan bo'lsa kerak, mening kanalim sizlar uchun yaqin tuyular. Agar faoliyatim davomida biror bir xatoga yo'l qo'ysam yoki kamchiliklarim bo'lsa videoda, bemalol xijolat bo'lmasdan izohlarda yozing. Xato va kamchiliklarsiz inson bo'lmaydi va ularni tuzatishga harakat qilamiz. Sizlarni esa oldinda juda ko'plab qiziqarli videolar kutmoqda va asosan men Germaniyada qanday ish topish mumkinligini, til bilmasdan ishlasa ham bo'ladimi yoki yo'qmi va oylik maoshlar qancha va bu yerda xarajatlar qanday, hamda bu yerning qiziqarli shaharlarini va boshqa ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishib boraman. Bularning barchasini sizga bosqichma-bosqich ko'rsatishga harakat qilaman va agarda sizni Germaniya haqidagi ma'lumotlar qiziqtirsa va bu yerda ishlash, migratsiya qilish yoki shunchaki bu davlat sizga qiziq bo'lsa, u holda kanalimga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang va videolarimga like bosing. Hamda fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bular esa men uchun keyingi qiziqarli videolarni tayyorlashda motivatsiya beradi. Vaqtingizni ajratib videoimni tomosha qilganingiz uchun sizga tashakkur. Keyingi videolarda esa Germaniyani bosqichma-bosqich yoritib boraman.
Sizlarga esa hozircha xayr va salomat bo'linglar deb Fazliddin.